Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omadisizlar. Ramazon oyining 24-kuni, 2025-yil 24-mart sanasi. Sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni 6-kunidamiz. Bugun sizlarga Ezob bir zarbil masalaga ko'zim tushgandi. Shu haqida aytib bermoqchi edim. Ezob miloddan avvalgi 6-asrda yashagan Yunonistonlik bo'lgan. Masallar yozgan ko'plab. Kunlarda birida bir o'tinchi bo'ladi. Har doimgidek o'tin terib, toqqa chiqqan bo'ladi. O'tinlar terib yursa, yoshroq yigit bo'ladi. Asa uzoqda bir kattaroq ilon ayoqda o'rayotgan bo'ladi. Uzoq o'tmishda rostmi yolg'onmi bizga onlarning foydasiz o'rayotgan bo'ladi. Keyin boradi-da, hali yigit bolta bilan urib, ilonni o'ldirib, ayiqqa yordam beradi. Yordam bersa, ayiq unga yordamiga minnatdorchilik evaziga do'st tutinishadi. O'tinlarga yordamlashadigan bo'ladi. Birga o'tin terishib, uyga tushib ketadi. Tushsa qo'shnilar hayron bo'lib aytadiki, jahonda ham ayiq bilan do'st tutinami deydi. Bu gapdan yigit meni shunday bir baquvvat do'stim borligini ko'rish olmayapti bular dedi. Gapiga parvo qilmay qo'shnilarni toqqa chiqib ketadi yana o'tinga. O'tin terib yurishar ekan, u o'tinlarni chopadi, bu yig'ib ko'tarish pastga tushadi. Shunaqa qilib tirikchilik qilishar ekan. Keyin kunlarda birida haligi yigit uxlab qoladi. Ayiq uni do'sti bo'lganligi uchun hayotini qutqarganiga qo'rqlab turadi. Uxlayotsa bir pashsha kelib, uni oldida aylanaveradi. Borib turib uni himoya qilishga tushadi. Pashshani qo'g'laydi. Pashshani qo'g'lasa, kelib turib, haligiga qo'ng'ilaveradi. Oxiri haydab ko'radi, u qiladi, bu qiladi. Bo'lmaydi, oxiri peshonasiga qo'ng'ilsa, uni o'ldirib bir bunga yordam qilaman deb, naryoqda katta arslon tosh bo'ladi, ko'tarib kelib turib, azi bir solsa, haligi bechara yigit ashitda vafot etadi. Hani qissa bundan oladigan xulosamiz shuki, nodon do'stdan aqlli dushman yaxshi dedi-yu. Unga asli yaxshilik qilmoqchi bo'lgan, lekin farosati yetmaganki, u bilan ursam, tagi inson o'lib qoladi. Bir urgan yigit ashitda joni uzilgan. Shunday bo'lib umri nihoyasiga yetgan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.